Hurmatli obunachilar, buqani qarang. Qirg'iziston shved olaman degan akalarimiz bo'lsa, rossiyskiy mol olaman degan akalarimiz bo'lsa, videoni bosib o'radigan joyi keldi akalar. Bo'yinlik, orqasi, korobkasi keng, buqani o'ta tiniqlari kelgan, ya'ni Rasuljon akamizga. Bu bitta narsa ko'rsataman akalar, bo'yi muhim emas deganlarga, bo'yni muhim deganlarga mana akalar. Qanaqa zo'r mollar kelgan. Hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muhuddinus kanali obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, chorvasevar akalar, ukalar. Kimgadir bozor, kimgadir shunaqangi bir arzon, o'ptimchi joylardan. Endi hamma akalar kayfiyatiga qarab buqa oladi. Biz sizlar uchun arzon, sifatli, eng yaxshi joylardan video qilishga harakat qilyapmiz. Arzimagan mehnatga akalar, bitta layklar bosib turinglar. Hurmatli obunachilar, biz boshladik. Ma'lumotlarni xudo xolasa video davomida to'liq beramiz. Sizlardan bitta layklar. Hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muhuddinus kanali obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, chorvasevar akalar, ukalar. Biz bugun Andijon viloyati, Andijon Bog'i Shamol hududiga yaqin joydamiz yoki akalar eski mashina bozor, hozirda Zapchas bozori. Mashina Zapchas bozori bo'lib ish faoliyatini yuritayotgan Zapchas bozoriga yaqin joyda Rasuljon akamizning yangi fermalarida akalar, yangi Qirg'iziston paroda, rossiyskiy paroda akalar, anaqangi tiniqlaridan video obzor qilib beramiz. Bugungi sanamiz 16-mart bo'ldi. Hafta kuniga dushanba 2026. Akalar, aytib o'tganimiz rossiyskiy, bu yoq Qirg'izistonniki. Mana edi akalar, savayskiy. Qo'rg'on-Tepani savayini haqiqiy toza qonligidan akalar, mana shu buqamiz ham yetib kelgan. Oxirida bir urug'qa, naslchilikka degan akalarimizga bu endi umuman bu boshqa mavzu deydi-yu. To'rson yaxshi baqib qo'yaman deganlarga xudo xolasa bu buqamiz ham bor. Avlikol, Greenford, ular akalar hammasidan bor. O'zimizni yaxshi shved buqalardan bor. Akalar, videoni oxirigacha ko'ring. Mehnatimizni, arzimagan mehnatimizni bitta layklar bilan podleshka qilib, sizlar ham qo'llab tursanglar, biz xudo xolasa chiroyli video obzor qilaveramiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Rasuljon aka. Charchamayapsizmi? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar. Obunachilarga salom. Rahmat o'zingizga ham aka. Nima gaplar aka? Xudo xolasa mana yangiliklar yana. Sanadingizni nechta ekan? Xo'p. 35, 25, 60 ta. 60 ta. Xudo xolasa limit tushib ketmayapti. Aka, katta tomondan kelaveramiz. Bu yoq arzonlarida, ha? Eng qimmat degan joyingizdan ketamiz. Buni zotga kelib qolibdi aka joyidan. Ha, bitta. So'ragan juda ko'p bo'lyapti. Xudo xolasa. Bizcha bu yoq qilib oldik uni ham. Gap yo'q. Biz hisobga qaramang. Xo'p, Rasul aka, hozir mashina 35 talik ekan bu? Bu 34 ta bu, Muhaddin. 34 talik ekanmi? 34 bosh. Bu ketdi akalar. 5 tagacha bularning ham ma'lumotini beramiz. Asosan bedod Qirg'iziston buqalarmi bular? Aha. Asatkamizdan bir 4 ta yo 5 ta bor-da. 4 ta 5 ta xolos. Ha. Oldingi videomizdan 4 ta yo 5 ta qoldi. Akalar ko'rsatsam ketaveradi, ko'zni o'ynatib. Lekin hozir xudo xolasa oralarini hech ko'rsatamiz. Abdurov, boshida albatta kattalari turadi. Belan ko'rsatmaymiz, naryoqdan yechirib turing. Biz bu yoqda sekin obzor qilib turamiz. Endi mana bu mollar vashi bahaybat u, aslaga. Ha. Eng kattalari emas, Muhaddin. Gigant. Buni hisobda eng kattasi ko'rinib turibdi. Mana bu qulog'i sirasini yechib olgan ekan akalar. 4 tani kichigini yechyapmiz, Muhaddin. Aha. Mana. Bu endi o'rtacha. Bo'ylari 130 atrofidagi mollar. Mana shu uchovi, bu yog'i 125 lashadi. Ha. Tortildi. Buni qarang. Go'zal. Xo'p. Tuyoqlari, pechati, sirg'asi, eni, nima desangiz bor. Olib kiring Abdurov. Endi Muhaddin, to'roni aytib ber, qolganini ham hali narxini qo'yib ketmasin. Nimaga? Sal puli kattaroq farq qiladi orasida. Hali 500 ming, 1 milliongacha bo'lganda ayrimasdi. Xo'p. Buni to'roni sal narxi farq qiladi. Agar oluvchilarga 34 dan olaman desa ham qilib beraveramiz. Xo'p. Muammo yo'q, xudo xolasa. To'rovga nech pul so'raymiz aka? To'rovni oldim deganiga Muhaddin 27,5 million so'mdan beraman. 27,5 million so'mdan kami xayrni o'ziga qilib berasiz.
Bo'ldi, qilib beraman. arziynati bo'ladi. Keyin aka, xudo xolasa dastavkalarimiz endi yana ham yengillaydi. Texnikalar ko'payyapti. Xudo xolasa. Inshaalloh. Akalar texnikalar yana texnika qo'shilyapti. Endi haligi bir kunda boradigan iloji boricha yarim kunda boradigan 2 soatda borishga harakat qilaveradi. Iloji boricha. Tafovut bo'ladi akalar, bir joyga aytilyapti. Misol, cho'g'i kichikroq pul, kattasi katta pul. 500 ming razisa. 500 ming ana razisa bo'lyapti. Farqi. 27 ga ham bor, 28 ga ham bor, modda. Molding, o'rtacha 27,5 milliondan kami xayrini qilib berilaveradi. Endi mana raza qurg'on hayit bor mollar, xudo xolasa. Aynan silos kepak nomiga kunjaralar yeb turgan bizlar. Buqani вообще originallari yo'q. Xudo xolasa. Aslida nima deyapti bularingiz? Ha? Yorvoration deyapti, yorvoration. Ha, xudo xolasa. Mana akalar. Suyog'iga e'tibor beringlar, molni. Qishi bilan yotgan mollar mana shular, to'g'rimi aka? Ha. Yaylovga chiqmasa, 4 besa. bir qancha o'sib ketish kerak agar hali asal o'sishga moyilligi bo'lganda. Ha, jonivor. Tishi bor buni, Abdurov? Ha, unamaydi. Ishlab oladi. Bo'ldi, qo'yavering. Olib kiravering. Mayli ekan. Bu ham balat ekanda nari kattalarga qo'shib olsa bo'lar ekanda aka mashina ham. Sheriklari bor uchun jup o'zini yonida sherigini yoniga baylaganmiz. Hal bo'yinda otda yo'li bo'ladi. Bunda ham bor ekanda, qarang. Jonivor. Bir-biridan zo'r haligi. Qaysini yetsam ekan bo'lib qoladi-da. Bo'ylari bemalol 25 ga olsa bo'laveradi. Bu tomonnimi? Ha. 20 ligi ham bo'lishi mumkin. Asosan 20 plus ko'p. Maytlar hozir 25 dan kam emas, xudo xolasa akalar. Keyin qizig'i bo'lsa o'lchatib olinglar. Katta ko'ryapman, kichkina ko'ryapman deb bo'yiga emas akalar, mol iloji boricha tosh tarozisiga qiziqinglar. U bo'y to'g'risi terayda ham bor-da. To'g'ri. Mana jonivor. Uni qarang, mana uni qarang. Qiziga. Yondiraman deyapti-yu. Xudo xolasa sort yaxshisini iloji boricha bu yerdan yig'amiz-da. Jonivor. Ajon aka, mollarni yeyishlari nima deymiz aka? Yemishlari xudo xolasa bir hafta sinovi bor. Yashil endi biroz javob bermaydi. Yuqumli kasalliklar bo'ladi akalar, hali havodan yuqib qoladigan kasalliklar. Endi qonni og'riq havodan yuqmaydi. Misolda, oshqozon og'riq havodan yuqib qolmaydi. Unaqa narsalarga javob beriladi akalar. Yuqumli yashil, dermatit, misol bir narsa degan kasalliklar bor-da, unaqa narsaga emas akalar. Biz ham endi Allohga tavakkal olib kelamiz bu yerdan. Sinaymiz, bir kun 2 kun yedirib ichirib, uni sotamiz. To'g'ri. Mollarim ustiga kelib, tomosha qilib olishni tavsiya qilaman. Ashta aka, ko'rishsin, bilishsin. Videoda har xil ko'rinishi mumkin. Mollar o'ta saralab yig'ilgan mollar. Ashta aka, bo'yiga qiziqishib qolmasin deyapman-ku mana uni. Xo'p, mana shu molimiz 120 atrofidagi molda. Lekin tosh tarozisi 125 ta ham urib qo'yadigani bor-da buni. Bemalol. Akalar, bu molni qarang. Nima deyapti bu? Xo'p. Yeching mashina ko'rsataylikchi. Bitta. Bo'lsa mana yonda aynan bittasini ko'rsating. Oqini yeching, kichikroqni ko'rsating. Zo'riga ish qilib olmay, ha? Oh! Sog'lommi? Jonivor. Shuni qarang qani. Haligi belgiyskiy qirg'izcha varianti bo'ladimi endi bu hozir endi? To'g'rimi? Qoni bor-da. Ha. Mana. Jonivor. Ammo o'ynab turibdi mol. Mol o'ta pokiza, toza narsa ekan. Mana shu mol 23,5 millionga ketdi bu yerda. Qiziqqaniga. Qiziqdim desan? Eng kichigi dedim-ku. Aha. 23,5 millionga beraman mana shu molni. Mana shu ketdi. Mashina qo'shib olsa nima bo'ladi aka? Mana uni. Qana bo'ladi narxi? Mashina qo'shib olsa bir-biriga yaqin ekan. Osin narxi. 23,5 milliondan. 23,5 million so'mdan 47 million so'mga ketaveradi. Ha. Ketdi, xudo xolasa. Xo'p. 4 ta, 5 ta ham qilib bera olamiz. Bitta yarim ta. Mana shunaqa mol bor buning ichida, to'g'rimi? Buning ichida mana shunaqa mol bor. 23,5 million so'mdan akalar. Xoling juplab oling, xoling 5 taga xudo xolasa chiqarib berishga kelishini. Eng hozir kichkina tomoni mana shu bo'lyapti. Ha, mana shu bo'lyapti. Eng kichkina tomoni mana shu bo'lyapti akalar. Bu yog'i faqat yiriklashadi, xudo xolasa. Mana jonivorlar. Xo'p, Rasul aka, mashinadan ham tamta chiqaring-da. Maydami? Ha, kichkina tomondan ham ko'rsatib ketaylik. Yechib beringlar mana uni. Olib chiqib ber o'g'lim. Eng kichkinasi nima edi deganiga xudo xolasa chiqadi akalar.
Shunaqa tortib bering. Birinchi o'rinda akalar mana. Yog'i, kallavosh, molni sorti. Lekin akalar shu 120 deyilgan mollar mana shu mollar bo'ladi. Plus minusini o'lchatib olasizlar, bo'yi qiziq bo'lsa. Aylantirib Xudo beraman. xolasa. Yurgizinchi-chi? Yurgizing. Apira. Oyoq qo'li zo'r, xudo xolasa. Aslida aniq tushdigu sanaldi, hozir 34 ta bo'ldi bu 34 ta yerdan. bo'ldi. 34 bosh akalar, katta kichik dona farqi yo'q. 4 ta, 5 ta, 10 ta aytilyapti. Manzilda ham farqi yo'q. Kerak bo'lsa bittasiz ham farqi yo'q. Faqat kutib qolishi mumkin 1-2 kun yog'i bilan. Sababi siz tomonga mashina chiqish kerak. Nagilar qo'shilmaydimi hozir? Yo'q, bular Bu addenniy adden. Buni bitta kelishaylik emasam aka. Bunga muhitdan Hozir mashinaga bitta to'xtalib ketaydi aka. Bu ikkitasi birda ekan mana u. Qorinni ham qarang. Qorin ham orqa ham zo'r ketgan ekan. bularni muhitdan Aha. 23,5 million so'mdan boshlaymiz. Boshlanish narxi. Boshlanishi, maydasi. Boshlanish narxi. Oldi 28 milliongacha mol bor. Eng qimmati Eng qimmati. Yigirma- Bitta olsa ham. 28 millionga tanlab oladi. Ha, tanlab olaversin. Agar shu 34 tani oldim deganiga Bir joyda. 25 million so'mdan butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib beraman. Nima endi u gapingiz bilan tushib bermayman. Bo'lishi deganim u. Kesin qo'lim ushlasin, xayrisini ham qilib beraman muhitdan. Kamini ham qilib Ulug' berasiz. kunlarda sotishga egib qolaylik. Akalar, xayri kamini ustida kelishib olasizlar, xudo xolasa. Asosan ish bitish nechi pul atrofida ko'p, uni ham aytib ketaylik. 25 shu ko'p shunaqasi. 25 ta atrofida. Katta molim 4 dona bor. 27-28 deganlarim. Ha, o'zi aytdiganmi boshida, u addini savdo ham bo'ldi aka. Lekin qo'shilib ketdi bular ichiga. Ketdi mashina ichida Mashina ichida ketaveradi. haligi sholi kurmay deydi, xuddi ahna bo'lib ketdi akalar. Asosan bir ichida kurmay yo'q akalar. Haligi guruch sinig'i bo'lishi mumkin, lekin kurmaga bo'lmaydi deydi. Xudo xolasa. Endi bu rossiyskiy buqalarimiz jilovlangan-ya bu, ha? Ha. Hali Ikki tushgani. bo'yniga olgan arqonni, bo'yniga olgan. Bu aka Nagis. Greenfordmi yo sementalga Greenford bo'lib qolganmi bu? Bu endi men tushuncham shu Gibridlashganda? Ha, sementalga gibridlashgan deyman. Işte. Sababi molni jinday boshqachada Greenford. Mana mashina sherigida. Mana akalar. Bitta yurganda bular. Xudo xolasa. Shuning uchun. Shuna deyapman. Endi yana bilmadim. Nima edi haligi? Xolasa to'qoli, xolasa shoxligi. Bitta shoxsiz, bitta shoxli. Xo'rasqan chet elniki Ha. akalar. Qiziqarli bo'lsa bemalol aytib deb sotilayotgan mollar. Hozir kecha bugun kelib qolgan mollar emas, mana shu yerda kelib boquvda turgan mollar. To'g'rimi? Ha. Ketdi. Layklarni bosib turinglar aka. Mana jonivor. Asli aka uni sherigi bularda o'zi. Ha. Lekin u molar uni o'tini yeb qo'ygan ekan-da. Ha? Kichikroq. Hali bular hali nima zo'ravonlari deydimi? Juplab olaman desa ham farqi yo'q. Dehqon bittami lekin? Dehqon bitta. Bular boqsa bo'laveradi. Ha. Bularda nima deymiz endi? Bular baylaguncha biz chiroyli narx chiqarib turaylik. Mana shu ikkala kattasiga 26 dan 52 bersin. Mana ikkovi kattasiga. Ha, narigisini kichkinasiga 23 million bersin. Biz ham hali pichib olgan pulimizni aytamizda. Bunga 23 million. Hammasiga 26 dan bersin deya olmaymiz. Borini aytib qo'yamiz. 26 dan 52 bersin, 23 million bersin. Qo'yiq suyuqga yashinda hozir 25 dan bo'lam. Mana 2 million, Shunaqa bo'ladi, ashtaqaga, shu yerda 2 million mana unga qo'shiladi. 25 million so'mdan Aha. 75 millionga o'zingiz bilan bir narsa Albatta berasiz. bo'ldi. To'g'rimi? Ha, o'tib beramiz. Xudo Bo'ldi xolasa. gap. Mo'yam haligi Avlikolda o'zi emas ekan. Smeshni yo'q bo'lgan ekan, mana shu ham menimcha. Bo'ylari ham yaxshi, cho'zilgan. Cho'zg'inligi, balandligi, yerdan balandligi akalar. Katta narsa. 20 bemalol xudo xolasa. Bular nechta bo'lyapti? 6 dona hozir. 6. Mana u shvedga o'xshaganlar mana shular sherigi. Ha. Sababi u rubilkalarda rossiyskiy shvedlardan desa bo'lar ekanda buni. Mana shuni ichida kelgan bu qo'shib. 120 akalar mash chiqmay qolishi mumkin, lekin bu ham juda yaqin. Lekin qolganlari xudo xolasa 120 plusdagi mollar. Mana u ham korobkani qarang, azzaga. Aha. Dumma solaman deb qo'ygan ekanda bu. Endi amal olib bo'lsa mana shunaqa bo'ladi-da. Amal olsa. Yedirsa. Albatta, Yedirsa. yedirish kerak hozir. Asli aka, 6 oviga bitta chiroyli narx qiling. 6 oviga 23,5 dan bu ham O'zbekiston bo'yicha bitta Forterda. Xohlasin Qoraqalpoq mana shu 6 tani oldim desam ham jo'natib beradi. Yangi Porterda desachi. Yangi Forterdan jo'natib. Yangi jakda. Jo'natib Yangi mashinada bayo chiqaramiz deydi-yu akalar. xolasa. Bugun xudo xolasa yangi mashinalar bitib kelib qolsa, yangi mashinada yangi buqalar boradi akalar sizlarga. Xudo xolasa. Tafovut qancha qo'yaylik? 500 ming. 500 ming plusiga tanlaydi, Ha. 500 ming minusiga chiqarasiz. Shu.
ketdi. Endi narigi tomonga hammani ham imkoniyat yetmaydi. Ashuna qilib olib baqaman, ashunaqa darajada sotaman degan akalarimizga bu yoqda bor-a? Bor, ha. Xo'p, bularning sonini Abdurov saning? Xo'sh. Soni 15 ta Muhiddin. 15 bosh. Xo'p, hurmatli obunachilar, 15 ta. Mana bu yerda Yoshlar variant. bu rossiyskilarga qo'shib yuboraman deganiga bitta gibrid bor ekan, ha? Ha. Angus ham nimagadir semeshini yo'q bo'lgan ekan. Quloqlar Angus beryapti. Ha. Mana u ham aka, hozir rossiyskiy mol mana u ham? Yo'q. Nima bu? Biz rossiyskiy deyishni olmaganmiz. Qirg'izistonlik. Qirg'iziston belgida. Bu mo'sh kelgan, Qirg'izistonga kelgan bo'ladi. Mo'sh bitta bilib bo'lmaydi uni. Soni 15 ta Muhiddin. 15 ta. Olib chiqinglarchi bedan bir ikkita olib chiqinglar, ko'raylik, katta kichik qilib ko'rsataylik. Bu kichik ko'rinib turibdi. Manasini yechib ber. Mana Manalarga yaqinda. Kichik aka orqani damlab olib qolma. Qochinchi Abdurov? Lekin Muhiddin bitta narsani aytib ketdi, bo'yni to'xtab turdi. Bo'yni bitta bering-da. Bitta narx chiqarib beraman-da sizga. Hop. Mana akalar. Mana molim 21 million. Mana molim 20 million. Nimaga? Endi olishimda shunaqa sortida farq bor-da. Haligi mana uni qimmat ekan deydigan inson bo'lsa, kelsa 20 millionga katta mol beraverasiz. Ha. Endi mana u ham aka, shunchaki mol emas-da. Yo'q. Prosto emas. Ashta shunchaki mol emas akalar. Buni qarang, molni. Original o'q ekan, original. Bo'yi 1.15, oyoq-qo'llari joyida. Bitta oxirida videomiz oxiriga bitta olib qo'yganingiz bor-ku. Aha. Ashunga sherik bo'lsa, undan kammas ekan. Kammas ekan, sorti yaxshi. Endi joni bunga qaraganda kichikroq, kattaroq u. Jonivor. 20 million so'mga ketdi Muhiddin. Olib kiring. 20 millionga bu ketdi, mana u 21 million lekin. Bu 21 million, ha. Ikkovini olsa 20 million 500 danga to'g'ri keladi. Ha. Ammo basma-bas o'sadi bir-biriga. Ha. Shunaqa. Mana uni ham boshini chiqarib qo'ying. Qora aka. O'zga mashinamiz nima edi? Mashina ko'rsatinglarchi, yuvoshmi? Yuvosh. Olib chiqingda mashina, nimaligini ko'rsatib qo'yaylik-da. Gapirdik, qolib ketdi mashina ham. Yonida mallasini ham yeching. Mana malla. Sariq bo'ladi. Ketdik. Sog'lomda Muhiddin. Jonivor. Mana shular. Abdurovga ham endi oxirida bilinyapti-kan o'zi, ha? Ha. Jonivor. Mana akalar. Tortni aylantir. O'zi o'sadigan shoxmasa bu, ha? Bo'ldi, Yo'q. qattiq endi. Mana shunday qatadi. Xudo xolasa. Tas o'ynab turibdi bu. Hop kelavering, Abdurov. O'ynatib yuboryapti-yu bu. Qazjon aka, nechta bo'ldi bular? 15 dona Muhiddin. 15 ta. Bu ham bir pachka, bir yarim pachka desa bo'lar ekan. Nima deysiz endi bularda aka? Xo'p, 21 million so'm, 22 million so'm. Unja 23 demay, 22 million so'm oldini tanlab olsin Muhiddin. Tanlab olishga qancha? Tanlab olishga 22 million so'm. Misol mana shu mol nechta pulga chiqadi? 22 millionga ketaveradi Muhiddin. 22 million so'mga tanlab olyapsiz. Eng anaqasi 20 milliondan boshlanyapti. 20 milliondan chiqarib ber deganiga 4 dona chiqarib bera olaman. Agar 4 dona ham olaman desa, yana chiroyli xayrni qilib berasiz. 4 dona olyapti, bitta dastavka bo'ladi aka. Dastavkani pulini berasiz-da. Aka. Xo'p. Mana semental, smeshini akalar, semental emas, shevetan emas. Smeshini bo'lib qolgan ekan, zo'r chiqqan ekan bu bola ekan. Endi ishtaha o'ta go'zal ekan, ha? Ha, oyoq-qo'llarini bekirib, mana tuyoqlari. Uyushtirishi, ayoq bir nuqsoni bo'lsa borganda akalar bemalol vaqtida aytib qo'yib, nasrenasi yaxshi. Kayfiyat zo'r ekan molni. Mana mollar ko'rdik akalar, yashil-pashil alomati yo'q. Kelib yana o'zingizlar xohlaganda tekshirib olasizlar. Xo'p, Rasul aka, bir joyda necha puldan beramiz dedingiz buni? Aytdingizmi, aytmadingizmi? Bir joyda Muhiddin 21,5 milliondan, bu ham O'zbekiston bo'yicha boraveradi. Bir joyda bo'lsa 21,5 dan. O'ziga yarimta ichidan qoldirib yuboraman. 14 taga pulim bor desam ketaveradi. bitta ham chiqib ketsa-deng. Mashina ham chiqarib yuborsam mayli deb qo'ying. Farqi yo'q. Yo'qada. Yo'q, akalar, xudo xolasa ko'zga yoqmagan yo imkoniyat bitamcha yetmay qolar ekan desanglar, xudo xolasa kelishini bo'ladi. Mana akalar, uyni ko'rib turibsizlar. Hali xudo xolasa boshi bor oxiri yo'q deydi-yu. Mini bozorda aka, bozorga ham chiqayotgan bo'lsa, kichikroq bozorlarga vaqtinchalik mol chiqayotgandir. To'g'rimi aka? Ichidan saralab olaman desangiz, aka buncha mol yig'ishtirib olishni o'zi ham bo'lmaydi. Bugunga masha endi. Ha, bitta mana bitta zotga qoldi. Zotga deganimiz ham bor akalar.
quruqchilikka so'rab qolyapti. Toshkent, Samarqand, Mana Jizzax shu tomonlardan. Abdurov o'ynataman Kimgadir bir- deyapsiz-siz. Shu narsalarni yetkazib qo'limizdan kelsa, Xudo xolasa. xursand bo'lsa. 120 chiqib qoladi. Bo'ladimi? Plus minus deydi. Plusi bor. Minusi yo'q, bu Ha? 20 plusi bor mana. Xudo xolasa. Xotirjam ber, yetalab ber o'g'lim. Bir aylanib ketsanglar ham mayli taqdir. Ketdi. Mana. Yuguryapti, yurmayapti akalar, yuguryapti. Buni nech pul endi aqchasi? Buni Muhiddin 25 million so'mga shu vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Agar vohalarga molimiz chiqib qolsa, Bu ham ketaveradi o'zi. beradi shu pullar. Qo'shilmaydi bir so'm. Aha, 1-2 kun aylanib turib turaversin desa, bab bo'lyapti, ha? albatta. Akalar shashiltirmayman. Mo 500 ming zaklan. Meni kambag'al qilmaydi, seni boy qilmaydi. Ushab tur, yo'ling chiqishiga tashab beraman pulini desa, Albatta, turib turaveradi. To'g'rimi aka? albatta. Sizlar so'ralarimiz bor-ku. Aha, bor. Gap yo'q. Bugunga mash bo'ldi endi, ha, Rasuljon Aha. aka. Akalar, molni sifati, oyoq qo'li, narx-navosi ma'qul kelgan bo'lsa, kelib ko'rib, ustida savdolarni qilinglar. Inshaalloh albatta bitadigan joyi bo'ldi. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Layklarni bosib, kommentariyada izohlar bo'lsa, qoldiraveramiz. Rahmat akalar hammaga.